Azizbek ko'p murojaatlardan kelib chiqib savol beraman sizga. Mana shunga o'xshagan sigirlar tashqi ko'rinishidan yaxshi, lekin qochishi kam, pashti qochmayapti ham. Bunga qanaqa yechim bor? Hurmatli chorvadorlar, assalomu alaykum. Bugun biz bu yerda bir 30 bosh semental sigirlar bor fermaga keldik. Videoni oxirigacha kuzating. Imkon qadar sizlardan ko'p kelayotgan murojaat, ya'ni Instagramdan, YouTubedan kommentariyalarga to'plab javob berishga harakat qilyapmiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Xo'p, bu yerda biz kelganimizda, ya'ni aka fermerdan birinchi kelganda muammolarni o'rganib olamiz. Ya'ni nima yem berasiz, qanday holatlar. Bu yil o'zi chorvadorlarga juda qiyinroq qishki mavsumda charchatdi ancha, stomatit yuqumli kasalliklar. Lekin Allohga shukr, mollarimizni holatlari yaxshi ekan. Bitta narsa silos berishar ekan, somon berishar ekan. Ya'ni kepay ozroq miqdorda, asosiy bug'doy yorma berishar ekan, kunjara berishar ekan. Bularda qanday muammo bo'lyapti? Mana molning tashqi ko'rinishini ko'rsangiz, zo'r turibdi. Mol to'lishgan. Bitta narsa, sementalda go'sht sut yo'nalishi bo'lish uchun, bo'lganligi uchun vazn olishi yuqoriroq, ya'ni tezda vazn ololadi o'ziga. Golshtenga nisbatan. Bularda ya'ni qochmayotganligini hisobi, bularda hozir men o'zim birinchi taxminim, ya'ni birinchi diagnoz yog' bosib ketgan, ya'ni ichki tomondan. Arpa berilmaydi, arpa berilmayapti, kletchatka kam yemida, somon juda kam berishar ekan va vitaminizatsiyani, bitabazani albatta bu ratsioniga qo'shamiz. Bitabazani qo'shganda mikro makro elementlar, probiotiklar, proteinlar hammasi yetib boradi, vitaminlari. Va arpa berganda mol o'zini haligi nima deydi, sportivniy holati deydimi, o'zini ya'ni ishlash jarayoniga kelib oladi, sutni ham ko'p beradi. Chunki hozir 15 ta beryapti deyapti-da, semental uchun bu juda kam natija, 18 ta shunaqa beryapti, kamroq natija. Xudo xolasa yaxshi natijaga olib chiqishga harakat qilamiz va bularda asosiy mana hozir ikkita molim deyapti, ko'rsangiz haligi mollar mana o'z yotibdi, holatlari mana qochmayapti mana bu molni. Yaxshi 3-4 oydan beri kuyga kelmayapti deyapti. Asosiy sabablardan bularda yog' bosilib ketgan, ya'ni o'sha bachadonlarda yog' bosadi yoki o'sha stress holatlari va mikro makro elementlar yetmaydi. Bunda Vitabaza preparatimiz 200 gram, 300 gramda sementallarga 100 kilo yemga qo'shib bersak bo'ladi. Ya'ni ko'proq yayilib borsin desa, agar qoplisi bor 1% dan 3% gacha, ya'ni uni 3 kilogacha qo'shish kerak. Farqi shunda, xolos. Va Immunobaza preparatini 3 kun davomida inyeksiya qilinadi. Immunobaza preparati va Trevit Forte preparati har 3 kunda o'tkazib 3 marotaba inyeksiya qilinadi. Maqsadga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Va albatta baribir veterinar vrachlarimizga murojaat qilinadi. Bachadonlarni qator qo'l solib ko'rib, shamollashlarini, holatlarini ko'rib natija bo'lsa yaxshi bo'ladi inshaalloh. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Albatta chorvangizga baraka. Biz yechim berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.